Salom hammaga, sizlar bilan Abdulloh Babik. Bilgan bo'lsanglar, kanalimizda anchadan beri katta video chiqmayotgandi. Mana bugungi nasib qilibdi. Bugun yana katta video qo'yishni boshladim. Yana boshqacha ideya, boshqacha g'oyalar bilan yana YouTube'ga qaytdim. Hozircha OpenCase'ni buldiribdan boshlab olamiz. Bugun Frown OpenCase'ni qilamiz obunachimizga. Keyin meni boshqa narsalar ham bor. Sizlarga hammasini hozir tushuntirib o'tib ketamiz. Bugun boshqacha yo'l bilan endi obunachilarning akkauntiga OpenCase qilib beraman. Telegramga yozgan hamma odamnikini OpenCase qilamiz, lekin bitta narsani aytamiz, u OpenCase qilamiz faqat ish bo'lsa 50 ming, 100 mingga emas. Endi bundan buyog'iga 350 ming so'mda boshlaymiz. Mana 350 ming so'mga OpenCase qilib beramiz. Eng 3100 dan boshlaymiz. 3100 100% tushadi. Agarda 100 ming so'm men to'lab qo'yganman yoki menga 50 ming to'lab qo'yganman desanglar, asha 50 ming pulingizga 300 ming qo'shing, 200 ming to'lagan bo'lsangiz 150 ming qo'shing. Shu bilan menga aloqaga chiqinglar. Xuddi shunaqa bo'ladi endi bundan buyog'iga. 100% garantiyani telefonda xohlasanglar telefonda gaplashib shu narsani OpenCase qilamiz. 350 ming so'm eng minimumini qilamiz, chunki har kuni 350 mingdan OpenCase boshlaymiz. Har bir kunda bitta video chiqadi. Obunachimizga masalan siz menga 100 ming tashab qo'ygan bo'lsangiz, avval u pulingizga 350 ming bo'lmaguncha qo'shasiz. Qo'shganingizdan keyin uni bitta qilib sizga 3100 dan oshiqroq tashab turib, sizga asha joyida OpenCase qilamiz. Keyin navbat bilan, lekin masalan bir kunda 3-4 ta akkaunt qilamiz. Bir kunda bittalamda profilini, PUBG akkauntini OpenCase qilib olib, keyingi odamnikini ertasi kuni qilamiz. Shu kunlar YouTube kanalimizga shu birinchi OpenCase qildirgan odamni videosi joylanadi. Undan keyin ikkinchi odamniki joylanadi, uchinchi odamniki. Shuna qilib bir haftada 6 ta yoki 5 ta odamnikini OpenCase qilamiz. Shartlarga tushungan bo'lsangiz, Telegramga ham yozib qo'yaman. Endi 350 ming, masalan, hozir 100 ming tashlayapsizlar yoki 50 ming tashlayapsizlar, u pul kuyib ketib qolish ehtimoli katta. 350 ming so'm desa, yo'q. UC servislarda qarasanglar, 3 ming, 3,5 ming UC'lar nech pulligini bilasizlar. Kami 450 ming, 500 ming bo'lyapti. Men mana 300 ming yoki 350 mingga skidka qilib sizlarga OpenCase'larni qilib bera olaman. Shuncha kuttirib qo'yganim uchun ancha sizlardan uzr so'rayman. Shularga nisbatan sizlarga yana ham kamroq qilib berishim mumkin. Prosta Telegramga pul to'plab turinglar. Bir zo'r narsalar ketdi OpenCase'da. Hozir biz bu videoda olib bo'lganimizdan keyin, mana bu videoda OpenCase qilib bo'lganimdan keyin bitta OpenCase qilaman o'zim akkauntimni. O'sha keyin undan buyog'iga start ungacha Telegramga javob berib turaman. Sizlar yozinglar, OpenCase'imiz yana davom etamiz. Masalan 100 ming tashab qo'ygan bo'lsanglar, aytganimda 250 ming qo'shasizlar, joyida OpenCase bo'ladi. Lekin navbat menga yozsanglar, o'zinglar men navbatini aytaman. Navbatlar aytganimdan keyin sizlar shu kunga pulni tayyor qilib turasizlar. Men sizlarga shuni aloqaga chiqaman, telefonda yoki jonlida aytganimdan keyin sizlar pulni tashlasanglar, joyida OpenCase qilib beriladi. Unaqa aldab har bir yo'q. Bu safar endi shunaqa nimaga yo'lga o'tdi, shunisi yaxshi. Masalan, tashab qo'yib ancha kutgandan ko'ra shunday joyida 350 ming qimmatroq emas endi, lekin pul UC'ga arziydi. Hozir mana buldiribda ancha ziyon qilib yubordim. Balki ko'tarilib ketar. U ham buldiribdan olinadi. Lekin shartnoma asosida uni UC'da olamiz, keyin OpenCase'larda qilib bera olaman. 3000 UC, 3,5 ming UC tushib OpenCase xohlagan narsangizni 3,5 ming UC olsa bo'ladi. Hozirgi payt katta ultimate'lar bo'lmasa ham har qalay ultimate orужиясini yoki fronti yangi kelgan moshtalar omad kelib tushib qolishi ham mumkin. Mythic Forge'ga kam 2 ta Mythic olsa bo'ladi. Endi yana ko'ramiz. Telegramdan yozasizlar. Telegramda kommentariyada nimasi bor, silkasi bor. Telegramga o'tishdi yoki YouTube'da opsiyasida biosida bo'ladi. Hozircha bu OpenCase kimi obunachimiz akkauntiga hozir kirib o'tgan safar ham OpenCase qildirgan shu bola 300 qanchaga ham. Pulini sal-pal o'ynatamiz va
ko'tarib turib o'ziga open case qilamiz. Plus frownni iloji boricha tushirib beraman. Hamma vaqt tushib qolsa ajralmas. 3000 UC'ga frown chakana-pakana narsa emas. Bugun addushi keyin men sizlarga yana bitta aytaman. Ertaga open case qilaman. Xudo xolasa bugun bu videoda qo'yilgandan keyin sirazi ertasi kuni yangi mashina keldi yoki mashinani yoki yana bironta narsani open case qilaman. Shuni videosidan keyin start beraman aytganimda. Keyin yana sizlarga negativlarga aytaman. Bu sizlar negativ yozsanglar, ammo sizlarnikini qilib bermashim ehtimoli katta. Sizlar hatto YouTube'da negativlar qilasizlar, Telegramda boshqacha gapirsanglar, men u odamnikini blokka tiqib yuborishim mumkin yoki open case qilib bermashim mumkin. Hech pul tashlagan bo'lsa ham negativ qilmasdan prosta turib tursanglar, men hammalarnikini qilib beraman. Aytganimdek. Hozircha yaxshi bildirib 95 ta qoldi уже. 600 dan tushib ketdi. Hozir ko'taramiz. Men tushungan bo'lsanglar, hatto shunday qilib ketaveramiz. Bundan buyoq agar tushunib haqiqatda patisha qiladigan bo'lsanglar, har kuni open case darajadan bo'ladi. Gapimga javob. O'shani ancha ko'tarib qilib endi UC'da tezda yetishib olib, sirazi open case ko'taramiz. Frown open case. Keyin Bugatti keluvdi. Bugatti'ni ochuvdim, lekin bittasi padalka qildi. Shuni короче, uni akkauntiga ochdik. U jinni Bugatti'da anaqasini videosini olmabdi. Yarimta anaqa qilgan, mana o'zi zaprosani tashlab qo'ydi. Yarimta ekran zapis qilgan u jinni. Keyin menga tashlab beruvdi. Уже yarimta video bilan YouTube'ga qo'ya olmayman, chunki tushunarsiz video bo'lib qolgan Bugatti'da oldim hisob. O'sha meni obunachimiz akkaunt sizlarda bo'lsa shootda, keyin qanaqadir UMP bor, uni full UMP shunaqa narsalarni tushirib berganman shu obunachimga. Bu obunachim ham hozir yana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, menga yana yozib yuborsin-da. Yana akkauntiga open case qilamiz. Bu bola ham sekin tanantiriladi, boshlab yubordi. ID'sini yozamiz, haliga 3180 UC'da chiqarib olamiz bu odamning akkauntiga. Mana o'sha birinchi UC. O'sha 1800 UC tushdi. Ana tushdi akkauntiga. Tak hammasi endi halol ketadi. Shunaqa biznes g'oya bor, ammo keyin har xil konkurslar qilamiz. Hozir men uyda emasman. Agar uyga yaqinda borib qolsam, o'ta jinnicha videolar, o'ta tiniq videolar olishga va'da beraman. Mana 380 tashlab berdik. Mana o'sha qadrini olamiz. 200 bo'lsa hozir bizda 3480 bo'ldi. 3.5 UC bo'ldi mana hammasi bo'ldi. Hozir ham yana bonus kelgan, bilgan bo'lsanglar, jigarlar. Obunachilarimizga yana katta shans bor. Qanaqa nimani yoqtirgan bo'lsalar, kirib olib beraman, jalk emas. Telegramda уже yana endi javobni tez-tezda beriladigan bo'ldi, chunki ancha vaqt yo'q edi, chunki meni musobaqa bo'ldi. Musobaqaga qatnashib ancha YouTube'da ana qo'yib ketdim, YouTube'da ko'rinmay ketdim. 10 UC. Ketdi bitta. Boshlanishiga bitta bomba berdi. Hali otmagan ekan o'zi ham. Frown ketmasdan avval nechta tur obunachimizga hali open case qilib yuboramiz agar to'g'ri kelsa. Ketdi yana 10 talik. Nimadir tushib qolsa ajralmas lekin. Yo'q. No, hozir mening ko'zim yetyapti, bilmadim, balki tushib qolar. Yana 10 talik. O'sha men fikrim. Xo'p, endi bu ID'ga 1800 deb chiqardik. Bitta tekshirib o'tib ketamiz. Keldi. Endi 660 UC.
Oy, 663 ham solamiz. Tashqarida javo jo'r bo'lyapti. Endi unga bo'lavermayapti. Yana 663 solamiz. O'sha birdaniga glider ham Amazon narsa ko'paytiramiz. Короче, yuzida hammasini tushirdik. Javo jo'r bo'lib ketdi. Film bor. Hop, materiallar bor. Endi motor berendi bizga. Katta material berdi. Oy, haligi endiroda tushgan kallani уже pastga tushdi. Yemish qilib tashlab yuboramiz. Bir 137 ta bo'ldi ana monetkasi. Monetka berishni qaranglar. Yo'q, suki. Yana oy. Hey, nishni qaranglar. Ko'ryapsizlar mana nasib qiladi. Hozir yana shutini 2 qilib qo'yamiz ekan joyida. Shuni qilib o'zga tashlab qo'yamiz. Men kallan qallan. Go'zal bo'lib qoldi-yu. Короче, jigarlar bonusga 370 o'tgan, o'zim hisobimdan shuni tashlab yubordim. Mana aboyni ham aboyni olib, o'sha donatorskiy akkaunt qilib qo'yamiz yana. Bizda 1827 UC bor. Hozirgi OpenCase sal davom etkazaveramiz. Eng qizig'i jigarda akkauntiga bekinib kirdik. O'zi bilmayapti, uxlayapti. Sekin UC'sini tashlab berib, o'zim OpenCase'ni sekin boshlab oxiriga yetkazib qo'yaman deb UC tashlab yubordim. Chunki yarim to'p qolam OpenCase. Ketdi yana 560 UC. Balki qalamlamiz, balki tushib qolar. Oy, 500 ta. 12 super orada. Yana 500 ta hozir 500 ta qandaydir bonus bo'lib ketdi. Ko'rgan bo'lsanglar, bonusni qaranglar. Yay. Tushib qolsa. Uni bitta fraun berib olsam, bunda jinnot bo'lardim men deb ishoninglar. UC, nechta UC qoldi? Voy. Voy. Yana kuchdi hozir, yana kuchdi. Mana shuni omad desa bo'ladi, mana shuni omad desa bo'ladi. Kimgadir shunaqa zo'r OpenCase kerak bo'lsa, tezda Telegram yozsin, mana uni qaranglar. Fraunga hozir 100 talik yetadi, Fraunni olib qo'yamiz. O'zi uxlayapti. Kech payt 11 da 12 da olinayotgan video. Sekin o'zimga balarga qolaymi? Tiz olib qo'yamiz, короче, birashki. O'zini ko'zi yetmayapti. Arzon yusiga qanaqa qilib Fraun olaman deb. Mana qanaqa olganimni ko'rgan bo'lsanglar. Tezda Telegramga yozib yuboringlar. Sizlarga ham shunaqa tinib OpenCase qilib beramiz. Blin. Nimaga omadliman mana shunaqa. Ko'rgan bo'lsanglar, o'zim ham akkauntimga zo'r narsalar tushirib olaman. Arzon yusiga. Ko'rgan bo'lsanglar, bonusni ancha-muncha foydasi tegdi. Yo'q. Atak. Bomba PKS bo'lgan. Comprimir, vai. Chala tuk. Like ham ko'paytirib turamiz jigarlar. Ayamasdan OpenCase hammanikini qilamiz. Sekin shartda aytib o'tdim. Fraunni qaranglar, Fraunni qaranglar. Necha 3 ta hozir, necha 3100 bordi, 3300. Ham 5100 ga ham bo'lmadi shu. 5100 ga ham bo'lmadi hozir. 5100 ga ham bo'lmasdan hozir Fraunni berdim. Ish qilishga ham OpenCase qilarimiz yana u bolaga. Uni sekin kuchaytiramiz. Mana bitta material ham bo'libdi. Mana bitta material bor. 180 ta bor ekan. 180 ta.
buni olib beramiz. Shunga kerak bo'ladi. Короче, jigarlar Telegramga yozinglar, hammasini batafsil tushuntirib beraman. IDlar yozib qo'yinglar, kommentariyaga yuzib bor har doimgidek. Open case qiziq bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, shunaqa open case'larni ham ko'paytiramiz. Bu safar sizlar akkauntlarda ham bo'lishi mumkin. Hammaga omad, barcha qilganlarni umri uzoq bo'lsin. Davay bolalar, gaplashamiz.